Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlar bilan birga shakshuka zavtragini birga tayyorlashni o'rganamiz. Nima sababdan yashil bolgar solganimni, qizil bolgar o'rniga и 2 marta tuzlaganimni video davomida aytib o'tib ketaman. Birinchi bo'lib pomidorimizni kubik shaklida to'g'rab olamiz. Undan keyin piyozimizni to'g'rab olamiz, kichkinaroq qilib. Qizil bolgar o'rniga yashil bolgar soldim. Yashil bolgarimizni ham kichkinaroq qilib to'rtburchak shaklda bo'lib olamiz. Pomidorimiz yashil bolgarimizga nisbatan kattaroq to'g'raladi. Qizil bolgar solmaganim sababi pomidor bilan rangi bir xil bo'lib qolmasligi uchun, shuning uchun men yashil bolgar soldim. Keyin chesnogimizni ham mayda shaklda to'g'rab olamiz. Taomimiz qizigandan so'ng 3 qoshiq yog' solamiz. Yog'ni kam solganim sababli zavtragimiz o'zi sochli suvli. Uni non botirib yeyishga juda zo'r. Piyozimiz bilan chesnogimizni tillarang bo'lguncha qovurib olamiz, juda past olovda. Piyozimiz bilan chesnogimiz tillarang bo'lgandan keyin bolgarimizni solib ozgina qovurib olamiz. Olovimiz juda past olovda bo'lishi kerak, chunki sochni yaxshi pishishi uchun. Bolgarimizni ozroq qovurib bo'lganimizdan so'ng pomidorimizni solib olib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga ko'ra paprika, tuz, murchimizni solamiz. Ushbu zavtragimizga yana siz nimalar qo'shgan bo'lardingiz? Yaxshilab aralashtirib olib, 5-7 minut dimlab qo'yamiz, og'zini past olov qilib. 7 daqiqa o'tgandan so'ng 3 ta chuqurcha qilib olib, 3 ta tuxumlarimizni chuqurchalarimizga solib olamiz. Tuxumlarimizni solib bo'lganimizdan so'ng ustidan ozroqgina tuz solib, skorotkamizni og'zini yopib, past olovda tuxumlarimizni dimlab qo'yamiz. Tuxumlarimiz ham tayyor. Tuxumlarimiz pishgandan so'ng ozgina sir qo'shib olamiz. Men 100 gram sir qo'shdim. Sirlarimizni qo'shib bo'lganimizdan so'ng yana 2 daqiqa og'zini yopib qo'yamiz. Zavtragimiz tayyor. Tabga ko'ra petrushkamizni qo'shib olamiz. Kommentariyada videoni qayerdan ko'rayotganligingizni yozib qoldiring. Bu juda ham muhim.